Demak, navbatdagi ko'rib chiqadigan masalamiz necha yoshdan oliygohga tayyorlanish boshlash kerak deb ota-onalar tomonidan savol tushadi. Ana shu savolga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Demak, necha yoshdan oliygohga tayyorlanish boshlash kerak? Endi savolni ketidan yana bir savol berib, keyin unga javob berishga harakat qilaman. Qaysi oliy ta'limga? Biz bundan bir 15-20 yillar oldin biz bularni faqat davlat institutlari, O'zbekiston davlat institutlariga topshirardi. Kamdan kam insonlar chet davlatlarga topshirardi. Asosan oliy institutga topshirish deganda biz O'zbekistonning institutlarini nazarda tutardik. Endi hozirgi kunda xususiy institutlar, O'zbekistonning ichida davlat institutlari, xalqaro institutlar bor. O'zbekistonda va tashqarida butun yer yuzidagi xalqaro institutlar bor va xalqaro top mingtalikka kirgan oliy ta'lim muassasalari bor. Endi mana shu qaysi biriga tayyorlanishga qarab o'sha talablari bor. Bularning har bir ta'lim muassasasiga kirishning o'zlarining talablari bor. Ana shunga tayyorlanishni boshlash kerak, qaysiga kirmoqchi bo'lsak. Bunga kirmoqchimizmi, qaysi biriga? Endi misol uchun xususiy institut, O'zbekiston Respublikasi xususiy institutiga kirish uchun hech qanday talab kerak emas. Faqatgina attestat bo'lsa yoki texnikum diplomi bo'lsa, borsa kontrakt asosida qabul qilaveradi. Lekin davlat institutlariga kirish uchun esa hozirgi kunda bundan 2-3 yilgiga nisbatan kirish ancha murakkablashdi. Yildan yilga ilmli insonlar O'zbekistonda ko'payyapti, shuning uchun raqobat kuchayyapti. Borgan sari davlat institutlariga kirish ham qiyinlashib boryapti. Xo'sh, demak, davlat institutlariga kirishni ko'rib chiqamiz. O'zbekistondagi davlat institutlari nazarda tutyapman albatta. Endi maktabda o'quvchilar 1-sinfdan 11-sinfgacha o'qiydi. Maktabda 11 yillik o'qish bo'lganda ham 3 ta bosqichdan iborat. 1-sinfdan 4gacha, 5dan 9gacha, 10dan 11-sinfgacha. Endi davlat institutlariga kirish uchun hozirgi kunda oxirgi mana 2025-yilga yoz oylarida bo'lib o'tgan imtihonlar va uning natijalari ko'rishini aytish mumkinki, sertifikat olib o'qishga kirayotgan o'quvchilar juda ko'payib ketdi. Misol uchun, bitta misol Jahon tillari institutiga bizni maktabni bitirgan IELTS sertifikati bor, 6,5 sertifikati bor hamda ona tildan sertifikati bor. Bir o'quvchimiz kontraktga ham ilinmadi. Ya'ni bizning farzandimiz kitob varaqlayotgan paytda undan-da ko'proq kitob varaqlab qo'ygan, undan-da ko'proq ilm olib qo'ygan o'quvchilar soni tobora atrofimizda ko'payib boryapti. Shuning uchun bolalarimizni yanada yoshligidanoq ancha yoshligidan biz oliy ta'limga tayyorlamasak, kuchli o'quvchilar chiqyapti, kontraktga ham kira olmay qolyapti. Raqobat kuchayib ketyapti. Endi aslida ota ishda bo'lib, ona uyda faqat farzand tarbiyasi bilan shug'ullansa, 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan vaqtda mana shu davrda bolani maktabga olib borib, u uyga kelganidan keyin uyga vazifalarni bola bilan birgalikda tayyorlab, ona farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishi asosiy ishi shu onaning. Shug'ullanib 1-sinfda bola bilan birgalikda ilmini o'sdi, 4 yil bola bilan shug'ullansa, 5-sinfdan repetitorga bersa bo'ladi. Agarda ona ham ishlasa, ota ham ishlaydigan bo'lsa, mana shu 1-sinfligidayoq bolani ana shu ustoziga qo'shimchaga to'garakka qoldirish kerak. Ya'ni uyga vazifalarni qilish kerak. Maktabda berilgan vazifalar bor, maktabdan tashqari uyga berilgan uyga vazifalar bor. Ana shularni bajarish kerak. Bolani yoshligidan ta'lim tarbiyasiga qaralsa, albatta kelajakda yaxshi natija beradi. Maktablarda o'quvchilar soni juda ko'p. Shuning uchun ustoz ulgurmaydi hammasi bilan shug'ullangani. Shuning uchun albatta 1-4-sinfdagi bazaviy ilmi bor bolalar undan keyingi sinflarda yaxshi o'qib ketadi. 1 bilan 4-sinfda baza yo'qmi?
foydasi yo'q. Ya'ni qiyin bo'ladi. Bor, foydasi yo'q emas, bor. Lekin rezultat juda ham qiyin bo'ladi. Natija olishimiz qiyin bo'ladi. Baribir ham mana shu bazaviy 1-4 sinfni yaxshi o'qish kerak. Agar siz 1-4 sinfda bolani tarbiya o'qishiga ahamiyat bermadingizmi, 5-9 da umuman o'qimaydi. 10-11da endi bu yoshga kelganda otib tashlasangiz ham pistolet miltiqtirab turib o'qi desangiz ham o'qimaydi. Otsa otib tashlaydi. Men buni osmondan olib gapirayotganim yo'q. Tahlillarim, kuzatishlarim natijasida aytyapman. Endi 1-4 sinfgacha xolasini repetitorga berdik. Xolaylik o'zimiz farzandimizni oddiyda programma juda ham o'quv dasturlaridagi mavzular juda ham sodda, bemalol har qanday ota ham, ona ham tushunadi 1-4gacha bo'lganini. 5-sinfdan fanlar albatta murakkablashadi. Bemalol shug'ullansa bo'ladi. Ana undan keyin repetitorga berish kerak. 5-sinf, 6-sinf, 7, 8, 9da 10 repetitorlik mana shu yillar davomida yaxshi o'qib, repetitorga borib, yaxshi o'qisa, albatta davlat institutlariga grant asosida kiradi. Endi nimaga kerak shuncha pul sarflab, nimaga o'qitish kerak? Kerak emas, 1 yilda ham kiradi deydiganlar uchun aytaman. Yo'q, unday bo'lmaydi. Oliy ta'limga kirish bilan o'qishni farqi bor-da. Kirib bitirgan, qaranglar. Soddaroq qilib yana tushuntirishga harakat qilaman. 5-sinfda bolangizga repetitorga pul berdingiz, $1000 bilimga sarfladi. 6, 7, 8, 9, 10, 11 shart emas. Mana shuncha vaqt davomida yetadi. Chunki agar top mingtalikka topshiradigan bo'lsa, 11-sinf boshlanishdan hujjat tayyorlashga to'g'ri keladi. Shuning uchun 11-sinfni hisobga olmadim. Lekin hozirgi kunda aksariyat biz ota-onalar qilayotgan xatosi 10-sinfdan yoki 11-sinfdan boshlab bolalarini repetitorga beradi. O'zingiz o'ylang. 9 yil umuman o'qimagan bola qanday qilib 2 yilda oliy ta'limga tayyorlanadi? Uchun bola boshidan hovlingizga kichkina ko'chat daraxti ekadigan bo'lsangiz ham yoshligidan uni nima qilasiz? Parvarishlaysiz, suv quyasiz. Bo'lmasa katta bo'lganda suv qo'yaman, bir 4 yildan keyin meva berishi yaqin demaysiz-ku. Bu ham shunday. Ta'lim tarbiya jarayoni dunyodagi eng qiyin ish bu ta'lim tarbiya jarayonidir. Endi qarang, agar siz 6 yil bolangizga $1000 pul tiksangiz, 6000 tikdingiz, natija nima bo'ladi? Ilmli bola bo'ladi va tekinga oliy ta'limga o'qishga kiradi. Endi siz umuman bolangizga pul tikmadingiz, nima bo'ladi natija? 11 yildan keyin ilmsiz farzandga ega bo'lasiz va oliy ta'limga kontraktga kiradi. Endi qarang, siz baribir o'sha pulni 6000 emas, endi 6000 dan ko'proq ham to'laysiz 4 yil kontraktga. Undan ko'r va natijada nimaga ega bo'lasiz? 11 yil umuman o'qimagan bola 4 yil institutga kirib, oliy ma'lumotli diplomga ega bo'ladimi? Yo'q, to'g'ri, oliy ma'lumotli diplomga ega bo'ladi. Oliy ma'lumotli mutaxassis kadrga ega bo'lmaymiz biz. Tupoy kadr bo'ladi-da. Poraxo'r, laganbardor, 200 namachi yolg'onchi. Shuning uchun nima qilish kerak? Ilmga pul tikishimiz kerak. Yag'iga ilmli bola albatta davlat o'qishlariga tekinga grant asosida kiradi. Endi qaranglar. Diplom ikkita bola oldi. Ilmli bola, ilmsiz bola diplom oldi. Diplomlari bir xil bo'ladi. Lekin kadr, mutaxassis ikki xil bo'ladi. O'zbekiston qachon rivojlanadi? Qachonki ilmli, haqiqiy mutaxassislar ko'p bo'lsagina O'zbekiston rivojlanadi. Diplomi bor to'poylar bilan O'zbekiston hech qayerga qo'zg'almaydi. Botsa botadi, qo'zg'almaydi, o'smaydi. Shuning uchun ilmni bolani yoshligidan tikish kerak. Kimda kim shu ilmga bolasini ilmiga pul tikar ekan, albatta ilmli va grant asosida o'qiydigan farzandga ega bo'ladi maktab bitirgandan keyin. Aks holda ilmsiz bolaga ega bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, men qayerdan olaman pulni? Voy, shuncha pul ekan, 1 yilda $1000 ajratish, qayerdan olaman deysizmi? Qarang, siz avval o'zingizning xarajatlaringizni tahlil qilib ko'rganmisiz? Mana misol uchun sizning Matiz mashinangiz bor edi, $5000 oluvdingiz, 1-2 yil oldin. Hozirgi kunda 3000 ga ketadi. Bu degani siz yiliga $10,000 уже yo'qotyapsiz. Yo'qotyapsiz. Yoki Matizingiz bor edi, sotdingiz, Spark'ga aylantirdingiz. Naqdga olib $3000 ustiga qo'ydingiz. 1 yil 2 yildan keyin narxi 5000 ga tushib qoldi.
Hozir 2025-yil. Yildan yilga mashina narxlari ancha tushib ketyapti. Kamida $100 oyiga tushib ketyapti. Kamida 100 yoki $200 har qanday mashinada. Qimmat mashinalar-ku, gapirmasa ham bo'ladi. Men arzon oddiy aholi minadigan mashinalarning tan-narxi haqida aytyapman. Oyiga kamida $100 dan tushib ketadi. Undan tashqari sizni moy almashtirasiz, moykaga borasiz, mashinani moyka qilasiz, radarga tushishingiz bor. Undan tashqari yilda bir yoki 2 yilda bir balon almashtirasiz, hadovoy qilasiz, far almashtirasiz, antifriz almashtirasiz va boshqa xarajatlar. Siz o'zingizni komfortingiz uchun 1 yilda ketayotgan xarajat hisoblang. Undan tashqari telefonlaringizga ketayotgan pul, telefonni almashtirishingiz bor. Bitta telefon 3 yil 4 yil tutsa bo'ladi. Vaqtinglar 1 yil ham tutmaydi. Siz o'zingizni yolg'iz o'zingizga ketayotgan xarajatlarni hisob-kitob qiling. Yo, mashinasiz yura olmayman men. Menga kerakdi, zarulda demang. Xuddi sizni sharoitingizda sizga ishlab yurgan odamlar mashinasiz yurganlar qancha? Ularning hayoti o'tyapti-ku. Mashinada yurishlik qimmat. Taksida yurishlik arzon. 1 yillik taksida yurgan pulingizni hisob-kitob qiling. 1 yilda mashinangizdan yutqazgan tan narxidan yutqazgan pulingizni mashinangizga qilgan xarajatingizni hisob-kitob qiling. Qancha bo'lib ketadi? Xo'p bo'lib ketadi. Endi bir oyga o'rtacha 500 ming so'm. Turli hududlarda har xil. Ayrim hududlarda 1 million, ayrim hududlarda 400 ming so'm o'qib bolalarni repetitorga berish. Agar oyiga o'rtacha 500 ming so'mdan bo'lganda 1,5 soatdan haftasiga 3 kun, 1 oyda 4 hafta shug'ullanganda 18 soat o'quvchi sizni farzandingiz ilm oladi. 18 soati uchun siz 500 ming so'm to'laysiz. Bu degan soatiga 27,777 so'm. 1 soatiga. 1 soatiga 27 ming so'm pul to'lar ekansiz. 27,777 so'm. Bu pulga nima beradi? 1 soatga 1,5 soat yozib qo'yman. Uzr, 1 soatiga nima beradi? Bir bo'lak shirinlik beradi, xolos. Biron bir shirinlik do'koniga kirib, bitta kofe bilan bir dona, bir kusok, bir bo'lakkina shirinlik olib yeb ko'ring-da, kamida 30 ming so'mlik chek keladi. 10 daqiqa, 15 daqiqada yeb chiqib ketasiz. Bolangiz esa 1 soat dars oladi. 1 soat ilm oladi. Ustoz ana shu 1 soat sizni farzandingizning ilm olishi uchun bu 5-6 yil kamida o'qigan. Agar maktab davrini hisoblasak 15-20 yil ilm olgan. Sizni bolangizga 1 soat dars berish uchun 15-20 yillik mehnat turibdi orqasida. Aytmoqchi bo'lganim nima? Aytmoqchi bo'lganim shuki, O'zbekistonda ilm juda qimmat emas. Ilm olish arzon. Faqat biz unchalik xohlamaymiz. Farzandimizga "Ben farzandimni yaxshi ko'raman, farzandim uchun hamma narsa tayyorman" deymiz-ku, lekin pulga kelganda ilmga pul sarflash. Siz mana shu sarflayotgan oyiga 500 ming pulingiz sizga karrasiga ko'p bo'lib keladi. Kamida 100 barobar bo'lib keladi. Mashinaga sarflagan pulingiz teng yarmi ham qaytib kelmaydi. Yo'qotish. Har oy yo'qotasiz. Har oy pul yo'qotasiz. U ko'chmas mulk emaski, narxi oshib borsa, u kun sayin, soat sayin narxi tushib boradi. Farzandingizga ilm olishiga pul sarflasangiz, u karrasiga ko'payadi bir kun kelib. Endi navbatda xalqaro institutlar. Bu yer sharidagi barcha davlatlarda joylashgan xalqaro institutlar. Faqat top mingtalikka kirmagan, lekin xalqaro institutlar. Ularga kirish uchun ularni O'zbekistonda institutlardan farqi nimada? Misol uchun O'zbekiston davlat institutlarida bitta institutda o'rtacha 10 ta, 15 ta, balki undan ko'pdir professor bo'ladigan bo'lsa, xalqaro institutlarda esa 20 ta, 30 ta. Ya'ni biznikiga qaraganda 2 karra ko'proq professorlari bor. Bo'lib ham mana bu xalqaro institutlarning professorlari haqiqiy ilmiy ish qilgan, haqiqatan ilmli, nauchniy, ya'ni ilmli odamlarda ular haqiqiy professor, haqiqiy ilmli olimlar ular. Bizda hozirgi kunda juda kam professorlar, hozirgi kunda haqiqiy professorlar, haqiqiy ilmli insonlar kam. Shuning uchun bizning O'zbekistonda professorlar ko'pi chetga borib, nimalardir ishlar qilib, chetdan ilm olib kelib professor bo'ladi. Lekin O'zbekistondagiga nisbatan chet eldagi xalqaro institutdan professorlari ancha karrasiga kuchlidir. Chunki u yerda ilm bor, ilmning qadri bor va professorlar o'ta kuchli.
Endi misol uchun xalqaro institutga kirish uchun nima qilish kerak? O'zbekistondagi O'zbekiston davlat institutlariga tayyorlangan kabi tayyorlanadi. Faqat bitta misol uchun Rossiya yo Qozog'istonga kiradigan bo'lsa, rus tilini kitob o'qib tarjima qilish darajasida bilish kerak. Yoki qaysidir davlatga ketadigan bo'lsa, asosan ingliz tili. Ingliz tili, rus tillarini bilish kerak. Ammo o'zimizni MDH davlati, SSR tarkibida bo'lgan davlatlarga esa rus tilini bilsa kifoya qiladi. Undan tashqari davlatlarga chiqib ketadigan bo'lsa, xalqaro institutlarga, albatta ana shu davlatning tilini yo bo'lmasa ingliz tilini bilishligi talab qilinadi. Ya'ni xalqaro institutlarga kirish uchun O'zbekiston davlat institutlari tayyorgarlikdan tashqari til sertifikati ham kerak bo'ladi. Til bilish kerak. Endi top mintali universitetlar. Bu MIT AQShda joylashgan, Cambridge Buyuk Britaniyada, Oxford Buyuk Britaniyada, Garvard Amerikada, Stanford Amerikada joylashgan. Endi ularga asosiy talablari SAT dan 1500, ya'ni ingliz tili va matematikani birgalikdagi imtihoni kamida 1500 olish kerak. IELTS dan esa 7-7,5 olsa kifoya qiladi. SAT imtihoni aslida 1600 ball, ingliz tili qismiga 800, matematika qismiga 800 beriladi. Endi agarda 1500 dan 1500 eng kam olsa, demak unga yetadi-da. Endi bundan tashqari faol jamoatchi bo'lish kerak. Mantiqiy fikrlaydigan, ko'p badiiy kitob o'qigan bo'lsa, mantiqiy fikrlash yaxshi bo'ladi. Mantiqiy fikrlaydigan, ijtimoiy faol, tadbirlar, har xil forumlarda qatnashgan bolalar bo'lsa, albatta bu kabi universitetlarga kirish imkoniyati bor. Bu kabi universitetlarga kirganda o'rtacha 300 ming, 400 ming dollar atrofida grant yutish imkoniyatiga ega. Bu degan siz tikayotgan pul 100 karra qoplanib ketadi. Endi shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, hozir kuni 2025-yilgi tahlillarga ko'ra yiliga 50 ta bola IELTS dan 9 sertifikati olyapti. Bu degani o'ta kuchli o'quvchilar ko'payib ketdi. O'zbekistonda yildan yilga ilm o'syapti. Bu yaxshi yangilik. To'g'ri, institutga kirmoqchi bo'lgan tayyorlanadigan talabalar uchun yomon yangilik, chunki raqobat kuchli. Lekin O'zbekistonda ilm uyg'ondi. Ilm daraxti kurtaklay boshladi. Shuning uchun kuchli o'qish kerak, kuchli bo'lish kerak, kuchli. Endi siz birinchi farzandingiz 25 yoshda farzandli bo'lsangiz, 25 yoshda farzandingiz 11-sinfni bitirguncha 18 yoshga kirsa, sizning yoshingiz 43 ta bo'ladi. Agar siz farzandingizni 18 yil bor diqqatingizni farzandingizga qaratib, ilm bersangiz, pul tiksangiz ilmiga, orqasidan yurib, ko'z quloq bo'lib, yaxshi ta'lim tarbiyani bersangiz, top mintali institutga grant yutib olsa, siz farzandingiz muammosidan qutuldingiz. Chunki top mintaliklar 100% grant ajratsa agar, siz bolangiz boshqa xarajat qilmaysiz. U o'qishi bitirgandan keyin eng kami yiliga 100 ming dollarlik ish topadi. Yiliga 100 ming dollarlik ish topadi. Agar chet elda ishlamay O'zbekistonga qaytib kelganda ham kamida 15-20 millionlik oylikli ishlarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki top mintalikda o'qigan o'quvchi, top 500 talikda o'qib kelgan o'quvchilarga, talabalar bitirib kelgan mutaxassislarga davlat qanchadir miqdorda peredoplat, ya'ni qo'shimcha oylik, ustama oyliklari bor O'zbekistonning o'zida ham. Endi siz 25 yoshda farzandli bo'ldingiz, lekin endi birinchi farzandingizda taxminan olyapman. 25 yosh farzandli bo'lib, farzandingiz hech qancha pul tikmaysiz. Ilmini nazarda tutyapti, yeb ichmoq emas. Siz boqsangiz ham, boqmasangiz ham qorni to'yadi bolani. Shuning uchun bolalar ota-onasiz, yetim o'sayotgan bolalarning birontasi ochidan o'lganini eshitdingizmi? Yo'q. Alloh rizqini beradi. Shuning uchun ilmini nazarda tutyapman. Bolangizga agar 1 so'm ham sarflamasangiz, ya'ni 0 so'm sarflasangiz, hech qancha pul sarflamasangiz, to umrini oxirigacha, o'zingiz umringizning oxirigacha ilmsiz farzandning xarajatlarini qilasiz, ilmsiz farzandning muammolari bilan yuraverasiz. O'g'il bo'lsa uylantirasiz, ertaga keliningizga xarajatlari bo'ladimi?
oziq ovqatlari bo'ladi, nabirasi xarajatini hammasini o'zingiz qilasiz. Sizni bo'yningizda, zimmangizda bo'lib qoladi hamma narsa. Agarda bolangiz ilmsiz bo'lsa, ilmli bo'lsa, albatta sizdagi barcha muammolarni olib o'zi hal qiladigan darajada haqiqiy erkak bo'lib katta bo'ladi. Qizingiz bo'lsa ham shu, qizingiz bo'lgan turmushga berib ham qutulmasligingiz mumkin. Uning muammolari kelib chiqaradi, uni oilasida bo'lgan muammoni bir uchi bari albatta sizga ham tegadi. Shuning uchun farzandni 18 yoshgacha bo'lgan davrida bor vujudimiz bilan e'tiborimizni qaratib sarmoya tikishimiz kerak. Shunda albatta yaxshi natijaga erishamiz. Ilm olish azobi vaqtinchalik, ilmsizlik esa abadiydir. Shuning uchun vaqtinchalik qiynalaylik, farzandimiz qiynalsin. Keyin hech kim qiynalmaydi. Farzandimiz ham, o'zimiz ham. Yoki bolamiz yoshligida qaramasak, abadiy ilmsiz bo'ladi va abadiy bizga tashvish bo'ladi. Bugun gapirmoqchi bo'lgan gaplarim shulardan iborat edi. Qanaqangi savollar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Imkon qadar savollarni yig'ib javob berishga harakat qilaman.